Assalomu alaykum. Hurmatli va qadrli bizning asarlarimiz kanalimiz obunachilari va tomoshabinlar. Biz yana sizlar bilan uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Bugun dolzarb masalalardan bittasi bizga o'sha kommentariyamizda savollar tushib, biz o'sha asalarilarda onasi yo'q, arilarni qo'shib yuborish jarayonlarimni tajribasidan bittasini ko'rsatdik. Bunga o'sha kommentariyada bizga yana savollar tushib, arilar bir-birini o'ltirayotgani to'g'risida bizga o'sha taklif murojaatlar tushgan, nima qilish kerakligi to'g'risida. Endi ba'zi paytda shunday holatlar bo'ladi. Biz o'sha qo'shishni asalarini onasi yo'q arilarni qo'shishni kengroq yoritishga harakat qilamiz. Shulardan bittasini ko'rsatamiz. Mana biz hozir mana bu oilani onasi ushamadi, onasi kelgan arini shundayki qo'shayotgan paytimizda arilarni uzoq payt onasi qoladigan bo'lsa, arilar qarish jarayoni bo'ladi. Bu paytda ham asal arilarni boshqa arilarga qo'shish jarayoni ancha qiyin kechadi. Unga ona arini o'tkazish ham qiyin bo'ladi, boshqa yondagiga qo'shish ham qiyin bo'ladi. Biz buni yoniga qo'shganimiz yo'q. Boshqa tomondan olib kelib qo'shdik. Boshqa tomondan tuxum qo'yayotgan onani, bir ramkalik onani o'sha tuxum qo'ygan holatda va ozgina pechatlagan holatda, demak yangi arilar almashinishga layoqatli yana chiqadi, yangi arilarga tuxumlar bor paytda biz o'sha kletka qilib mana bunday kletka bilan ona arini bekitib keyin olib kelib o'sha oilani bir ramkali oilani o'sha bitta ramkasi bilan onasini kletkada bekitib turib, boshqa ariga ona ushamagan, bu yerda 3-4 ramkali ari edi. 4 ramkali ari edi. Demak biz shunga qo'shib yubordik. Qo'shdik, demak va ertasiga kletkani olib tashladik. Mana hozir ko'ramiz. Albatta rasplot bo'lishi kerak deb o'ylayman, chunki qari arilar bu joyda yangi arilar almashishini sezgandan keyin menimcha unaqa talofat kamroq bo'ladi. Chunki rasplot tushdi, u yerda yosh arilar chiqadi, almashinadi. Shu holatda mana bu mana ona ari bemalol yuribdi. Bu yerda ona qo'shganmiz. Mana ona arini qabuli, mana shu ramkani demak o'rtasiga tuxum qo'ygan. Mana ona ari yuribdi. Reskislarni to'g'ri qilib, ona ari ko'rinyaptimi? Iloji bo'lsa bunday tuxumlarini ham fursat ancha bo'lib qoldi qo'shganimizga. Bunda bu narigi tomonda rasplot ham bo'lishi kerak. Bu oilani o'zi 7 ramkalik oila edi. Buni 2 ga bo'lib turib mana bu joyga mashina qo'ydik, mashinani tortibdi. Mana o'sha qo'shib yuborganimizdan keyingi ona arini qilgan rasploti mana shu. Mana pechatlangan rasplot va oxirgi ramkada ham bor. Buni o'sha 2 hafta oldin qancha oldin qo'shganmiz. Demak, boshqa oilani bir ramkalik nukleusdan oilani enasi bilan kletka bilan bekitib olib kelib qo'shganmiz. 8 ramkali arini bunaqasiga aytganda 2 ga bo'lib 4 ramkadan turib 2 ga bo'lib turib ikkalasiga ham ona qo'yganmiz. Hozir shuni ikkinchisini ham ko'ramiz hozir qay holatda. Demak bu qabul bo'lib ertasiga kletkani olganimizda ona ari bemalol yurganini, bunaqa tajovuz bo'lmayotganini ko'rgandan keyin, ishonch hosil qilgandan keyin ochganmiz. Agar sal xavotir bo'layotgan bo'lsa,
unga ba'zi bir arilar qo'pollik qilayotgan bo'lsa, yana kletkani bekitib, yana birar kun yana turgizamiz. Va kletkani ichini qaraymiz, tuxum qo'yyaptimi yo'qmi ona ari. Shunday vaziyat qilamizki, o'sha kletkani bekitganimizda tuxum qo'yishga sharoiti bor joyiga qo'yib qo'yamiz. Va agar o'sha ichkarini kletkadan qaraymiz yoki olib turib bunday qarab qo'yamiz. Birdaniga hujum bo'lmaydi. Olib qaraymiz. Demak, o'sha kletkani o'sha yerga tuxum qo'yyaptimi ona ari? Demak, xotirjam, uni baxyapti, ovqat bilan ta'minlayapti, xavf-xatar yo'q, tuxum qo'yyapti, uni bemalol olib tashlasak bo'laveradi. Bu o'sha tajribadan bizga nimaki olib tashlaveramiz. Agar bir xavotir bo'lib tashqarida unga tajovuz bo'layotgan bo'lsa, boshqa arilar uni yo'q qilishga ichkarida kletkaning ichida yo'q qilishga harakat qilib, unga qarshi arilar bo'ladigan bo'lsa, u holatda o'sha notinchlikda ona ari meni tajribamda unchalik tuxum qo'ymaydi. U o'zini jonini saqlash bilan ovora bo'ladi. Hozir kletka ochilib ketsa, nima holat bo'ladi degan bir nimada xavotirda bo'ladi. Mana endi hozir xuddi mana shu arini bo'lganmiz. Ikkinchi qismini ko'ramiz hozir. Ikkinchi qismini mana buni o'sha arini ikkiga bo'lib, uzoq enasi turgandan keyin bu arini boshqa joyga bo'lib qo'ysangiz, ular arilar narigi tomonga kirib ketmaydi. Ovqat bilan albatta. Mana ovqatlar bilan. Bunga ham demak mana shu eski holatda mana shunday mana tuxum qo'ygan. Bir ramka emas, yarim ramkada ari bo'lgan. Mana biz olib kelib moyada o'sha bitta oilani, ona ushamagan oilani ikkiga bo'lib turib, bir qismiga shuni qo'yganmiz mana. O'sha eski joyi. Mana ona ari ham xuddi o'sha ramkani mana shu joyda yuribdi. Mana buni ham atrofiga tuxum qo'yapti ekan. Hozir buni atroflariga mana shuncha tuxum bilan bu tomonda ham bor edi. Ozgina pechat mana. Mana shu burchakda ozgina bir ramka ham emas, yarim ramka bilan shunday setkani qo'yib turib olib kelganmiz. Mana ona ari bemalol yuribdi. Endi ona arini boshqa ramkalarga qilgan ishini ko'ramiz. Chunki bunda rasplot yo'q edi. Biz qo'shayotgan paytda boshqa rasplot yo'q edi. Mana bu mana o'sha qo'shilgandan keyingi onani qilgan ishi bu. O'sha rasploti. Yana bitta ramkani ko'rsatamiz. Mana bu tomonga 3 ramka bo'lib o'tuvdi. Bitta mashina qo'ydik. Bu mashina mana chekadagi bitta ovqat ekan, mana o'zi qo'shilgani. Demak, bu 3 ramka 3-4 ramkalik qilib bo'lgan ekanmiz. 7 ramka bo'lganmi? 8 ramka mana bu o'sha yangi ona arini boshqa ariga qo'shilgandan keyingi qilgan ishi. Demak, qilayotgan o'sha bollari, g'umbaklari. Mana bu demak tajribadan bitta oilani buni qoldiq oilalari nukleus ichida boshqa yoniga qo'shib yubordik. Boshqa oilalarga, yonidagi oilalarga kirib ketdi ular. Endi yana ko'ramiz. Yana biz xuddi shuna qilib mana shu usulda qo'shilgan. Ya'ni demoqchimanki, ona arini mana bu yerga kletka qilib qo'yibmiz. Demak, kletkani ichida qo'shganmiz. Mana shu yerga ham kletkani ichida ona arini o'sha boshqa ariga rasplot bilan olib kelib qo'shganmiz. Kichkinagina rasploti bilan 4-5 ramkali ari. Chunki bir ramkali aridan ko'ra bu yerga ushatish qulay bo'lish uchun qilganmiz buni. Bu mana onasiz qolgan paytda mana buna qilib erkak tuxum qo'yib yuborgan. O'sha ishchi arilar mana bunday qilib mana erkak tuxum qo'yib yuborgan. Mana bu arini
kecha sal tekshirib qo'ydik, lekin ona arisini bular biz qo'ygan, olib kelib qo'shgan ramkamizda tuxumlar bor edi, qurtlar bor edi. Bular mana ona ariga yangi ona ari chiqarishga g'umbak tortyapti. Demak, bular ona arini o'ldirib qo'ygan bular. Ona arini biz kletkada qo'yib yuborganmiz. Narigi yonidagi undan bir hafta oldin ushlagani uchun mana qarang, bir hafta o'tgandan keyin biz o'sha jarayonni qaytardik. Lekin issiqmi, bir arilarni yo bu oilada tajovuzkorligimi, yo biz buni ham bo'lib turib, ikkiga bo'lib turib 5 ramka ari ekan. 2-3 ramka qilib turib qo'shishimiz kerakmidi? Xullas kalom, biz bu yerda ham mana ozgina shoshilib adashdik. Buni ham ushashiga ishondik, lekin bu yerda ona arini o'ldirishgan bular. Mana hozir yangi g'umbak tortyapti endi. Chunki o'sha olib kelib qo'shganimizda tuxumlari, lichinkalari mana g'umbagi bor edi. Demak, biz albatta bunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi mana ona ariga nima tortyapti? U 2 ramkada arini olib kelib ikkalasini ham qo'shgan ekanmiz. O'sha rasploti bilan ishonch hosil qilganmiz biz, lekin bu yerda ko'proq arilarni ko'plik qilgan. Demak, buni tajribadan mana eski o'sha ishchi arilarni qo'yib yuborgan tuxumi, erkak ari. Mana buni endi biz hozir kesib tashlaymiz, albatta buni kesib tashlamasak bu yerdan erkak ari chiqadi-da, ya'ni ovqatlar yeydi. U erkak ari hech qanaqa vazifani bajarmaydi. Hozir ayniqsa uchiydigan arilar yo'q, bular uchishga ham qobiliyatli emas. Chunki buni ishchi arilar qo'ygan bu tuxumni. Nosoz bo'lgan erkak arilar chiqadi bundan. Mana hattoki o'sha tuxumdan matchni ona ari chiqarishga nima tortyapti. Demak, mana shu bu bizning xatomiz, bitta tajriba. Buni biz yozib qo'yamiz. Esimizda saqlashdan ham, demak, kuchli oilalarga albatta ularni bo'lib 2-3 ramka qilib turib, keyin rasploti bilan olib kelib qo'shish kerakligi bizga bitta dars bo'ldi yana. Biz narigini boshqa oilani qabul qilganidan xursand bo'lganimizdan buni ham undan keyinroq bir hafta keyin qo'shuvdik. Lekin ham arilar qarib qo'ygan, lekin rasplot qo'shganimiz bilan ham demak bizga yaxshi holat bo'lmadi. Endi yana xuddi shunaqa bitta oila. Mana bu yerda mana minus edi, bunda ona ari yo'q edi. Bunga ham o'sha 4 ramkami 3 ta, 4 ta, 5 ta 4 ramkali ariga qo'shuvdik. Bunda lekin ertasiga qaraganda ena ari harakatlanayotganga o'xshadi. Biz aslida bo'lganda buni ham bo'lib qo'yishimiz kerak ekan. Mana bu o'sha ona ari uzoq yo'q bo'lgan paytda ishchi arilarni qo'ygan, mana bu o'sha urug'lanmagan tuxum qo'ygan. Mana hozir pechatlab qo'ygan. Buni pechatlab ozgina chiqishidan 5-6 kun oldin kesib, to'kib tashlasak top-toza bo'lib qoladi. Nimalari erkak arini chiqarmasdan kesib olishga harakat qilamiz. Mana demak, o'sha alpoq-chalpoq holatda mana tuxum qo'yib yuborgan. Endi buni ona ari bunda ham ko'rinmayganga o'xshayaptimi? Yo'q. Mana ona ari yuribdi. Tuxum qo'yyapti. Lekin ona arini bular jicha qiynashibdi. Mana chunki qanotlari manaqa ikkiga ajrab sal chachilib qolibdi. Bunda ona arini shu bizning xatomiz, buni ham ikkiga bo'lib yuborishimiz kerak ekan, 2 ramka, 3 ramkadan qilib keyin qo'yishimiz kerak ekan. Shunda demak oson qabul bo'lar ekan. Chunki buni ham rasploti bilan qo'yganmiz. Albatta rasploti bilan qo'yish kerak degan taxmin bor. Chunki ona bu yerda boshqa arilar almashinishini ham arilar o'zi hisobga oladi. Yosh arilar chiqadi. Mana bu o'sha biz olib kelgan rasplotida ona arini demak o'rtasidan chiqib ketgan yerlarga qurt nima qilib qo'ygan. Lekin bu onani ozgina qiynashib qo'yibdi bu onani. Demak, bundan keyin 4-5 ramkali arilarni onasi qolsa achinamizda olib kelib ularga qo'shishga harakat qilamiz. Bularni boshqaga qo'shish ham juda xavfli. Boshqa arilarga borib turib qo'shish ham.
Demak, mana o'sha nosoz ishchi arilar qo'ygan, erkak urug'lanmagan tuxum, bularni ham yana 1 kun 2 kunlik fursati bor ekan, kesib tozalab qo'yamiz, erkak arilarni chiqarmaslikka harakat qilamiz. U nosoz erkak arilarni. Hozir erkak arilar kerak emas. Mana demoqchimanki, mana bu o'sha 3 ramka 4 ramkali ariga qo'shganmiz, 5-ramka qilib qo'shganmiz o'sha rasploti bilan. Demak, bunda ham juda ozgina holat ona arini qiynab qo'yibdi. Ertasiga kletkani, setkani ertasiga ochib tashlaganmiz, lekin yurganga o'xshagan edi baribir. Unda har xil o'sha tuxum qo'yayotgan, tayinlangan, nosoz bo'lgan ishchi ari, ona ari vazifasini bajarishni qo'yib qo'yadi va demak ularni atrofidagi uni saqlayotgan, baqayotgan arilar kuchliroq, ko'proq bo'lganligi uchun demak uni ancha qiynagan, uni tarafdorlari yaxshi saqlab qolibdi arini. Bu endi normal o'zi tuxumga kirgan oila edi. Mana shu tariqa bu endi biz qo'shish jarayonida yana bitta narsani hisobga olsak bo'ladi. Biz qo'shish jarayonida o'sha hidlarni o'zgartirishdi. Uni ichkarisiga o'sha sarimsoq piyozdimi, mayda-mayda qilib kesib ichiga tashlasangiz, uni ichida hid buziladi. Bir-birini hidini yo'qotadi. Ona arini, boshqa oilani albatta hidini bular hid bilish organi ham bizdan 20 barobar kuchli deb aytganmiz. Bularni ko'rish sistemasi, yana boshqa sezgi organlari ham bizga nisbatan ancha aktiv. Shuning uchun bular birpasda boshqa oilani sezadi. Bizga ari bir xilga o'xshab ko'ringan bilan bular har bitta oilani o'zini hidi, o'zini o'sha qandaydir bir-biriga tanitadigan holatlari bor. Shuning uchun demoqchimanki, bu asalarilarni qo'shayotganda ba'zan o'sha hid yo'qotish uchun tajribali asalarichilar yoki bo'lmasam bir atirgami, masalan duxigami yoki bo'lmasam adikolongami paxtani tekkizib turib, ichkariga tashab turib, bir 5-6 minutdan keyin, 1-2 minutdan keyin hidi tarqagandan keyin o'shunaqa qo'shish jarayonlarini qilsangiz yana ham effektliroq bo'ladi deydi. Haligi biz o'sha holatlardan ba'zi paytda ham shifo bo'ladi deb sarimsoq piyozni to'rg'ab tashab qo'yib, o'rtadan 3-4 minut o'tgandan keyin qo'shgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin o'sha paytlarda ham tajovuzkorlik qilib, onariga hujum qilgan holatlarini ham kuzatganmiz. Lekin ba'zi paytda shunchaki qo'shilib ketgan holatlarini ham ko'rganmiz. Hurmatli bizni obunachilarimiz va tomoshabinlar, bizni qo'yayotgan o'sha eshittirishlarimizni o'tkazib yubormang. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi ko'rsatuvlarimiz albatta siz uchun bo'lishi mumkin.